Mana bu kuyov bola uchun. Mana bunisi kelin bola uchun. Mana bunisi qudalar uchun. Negativga mana 2026-yilda devoringizni mana shu holatda bizga topshirasiz. Biz sizga mana shu holatda topshiramiz. Tekis devorga gibki klinker bo'lar ekan, xuddi nima deydi, avlisovkaga o'xshab chiqar ekan. Juda ham chiroyli holatda. Ya'ni quyoshga chidamli, sovuqqa chidamli super mo'yishchi bo'lar ekan. Eng zo'rlaridan. Usta haqqi deganda ustasi bilan, dastlabkasi bilan hamma yo'g'i ichida 1 kvadrat metri tekis devorga bo'ladigan bo'lsa, 125 mingdan hamma yo'g'i ichida. Agar devoringiz notekis bo'ladigan bo'lsa, kafeni tortib qilinadigan bo'lsa, kafeni kelegini olib berasiz. Qolgan mahsulotlar hamma yo'q o'zlaridan 130 mingdan 135 ming so'mgacha vodiyga qilib berishar ekan. Operator uzoqlardan bir chiroyli qilib ko'rsating. Mana bu fakturalari nima deyapti? Dekorativni qilib zo'r chiqarib berar ekan. Hamma yo'qqa chidamli, super mo'yishi, gibki klinker O'zbekistonda yangiligi bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldirib, aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda qilib berishadi.